Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Kasb tuman Dino qishlog'iga 230 ga 130 tintli prinsipimizda sotdik. Va buni ustiga tinti bor. Hozir yopmadik, keyin yopishar. Hop, old shamol qayd etgan bo'lgan. Polni to'rtlik profildan bo'lgan, taglari qalinlis, yonlari qalinlis. Zavodskiy parkoplarni qo'yib berganmiz. Parkoplarimiz hop ko'rishingiz mumkin. Chista rossiyskiy mana. Hop, pechatlari bor. Rossiyskiy pechatlar. Old otkichlari shivildir, ramalari shivildir. Ostki ramalari shivildir bo'lgan. 09 risorlarda, demak, yangi 12 balonlar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yangi balonlar. Xo'p, bu prinsipimizda orqasi tepaga ochiladi. Aka, shuni ocharasizmi? Bu tintlik variant bo'ldi. Bu tepaga ochiladi mana. Qishki kuni soyabon, yozgi kuni ham soyabon bo'lib turaveradi. Yonida yopib qo'yib, men qulflab bir ishingizga kirib ketaversangiz bo'ladi mana. Bu yerda qulf joylari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu prinsipimizni, demak, o'zimizning firma nomidan mana bunday oylik to'lov qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bosh to'lov 3,5 million to'ladingizmi? 3,5 million to'ladilar. Qolganini 3 oyga dedilar, 3 oyga qilib berdik. Agar xo'p siz 1 yil olmoqchi bo'lsangiz ham, bosh to'lov qilmasangiz ham chiqarib beraveramiz. Aka, prinsip ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Sifat qanday ekan? Zo'r a'lo darajada. Ha. Svarkaga bitta berasizlar. Ha. Aka, sog' bo'ling. Shartnoma. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Ha, bo'ldi, ertaga uni yetkazamiz. Xo'p aka. Ha, prinsipimiz Kasb tuman Dino qishlog'iga ketdi. Muddalli to'lov asosida. Yana prinsipimiz tayyor holga keldi. Bu Farg'ona viloyatiga tayyorlangan. Taglari uchliklis, 3 stenadagi qalinlik, mana ko'rinib turibdi o'zi ham. Qanday qalinligi? Demak, yonlari qalinlik. Profillar bir qator ko'p bo'lgan. Polni shivildir ortqishlari. Taglari buravay turba. Ozgina dam chiqibdi. Bu yoqda yana prinsiplarni yasalayapti mana. Romosli prinsiplar. Nima bu yoqda laboga reshetka yasab tint qilyapmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib qolaverasizlar. Любой xizmatlarga tayyormiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.